Bizga murojaat qilib kelibdilar. Yerali nima bo'lyapti? Shu 7-8 yildan beri yaxshi nafas olmayman. 7-8 yildan beri. 8 yildan beri. Shunga Instagramga ko'rib keldim. Nafas olishingiz qiyin. Nafas olishim vo'pish qiyin. Deyarli olib bo'lmayapti nafas. Burun bitib qo'yadi. Bitib qo'yadi. Dori sepasizmi? Dori sepib yuraman, постоянно. Nima dori sepasiz? Renaxel, Snur, mashlar hammasini sepib ko'rgansiz. Hammasini sepib ko'rganman. Foydasi bo'lmayapti oxirgi paytda. Ozgina bo'ladi. 1 soat, yarim soat bo'ladi, yana yopiladi. Doimiy doridasiz. 7-8 yildan beri. 8 yildan beri. Uyqu qanaqa? Uyqu vo'pish yo'q. Yo'q. Majburan uyqu kelib bir uxlab qolaman, og'zim bilan nafas olib, og'zim qurib qoladi. Tomog'im tez. Tomog'ingizdan tez og'rib turibdi. Ko'rdik hozir bemorimizni burun to'siqlarida chap tomonda ozgina qiyshish bor, o'ng tomon bo'lsa orqasida katta ship qiyshish bor. Bemorimizni yeralini xudo xolasa hozir operatsiya qilamiz. Instagramdan ko'rib, reklamalarni ko'rib, xudo xolasa zo'r bo'ladi deb umidlar bilan kelibdilar. Inshaalloh nasib qilsa zo'r nafas oladilar operatsiyadan keyin. Hozir umumiy oqsantirish ostida narkoz qilamiz. Hammaga omad. Ship. Operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu burun to'sig'ini mana chap tomoni, o'ng tomoni ko'rsataman. Burun to'sig'lari to'ppa-to'g'ri bo'ldi. Endi xudo xolasa zo'r nafas oladigan bo'ldi. Bemorimiz endi zo'r nafas oladigan bo'ldi. Hammalarga rahmat.